Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchilarimiz. Hozirda ham bitta mana kottejimizni ishini montajimizni tugatdik. Stalbadan 3 faza to'rtalaban ketyapti. Bino egasi addelga tushishdan oldin menga 4 yoq berdi degan uchun yoq berdik. Elektr mobil shtab keldi, keyin qo'yiladi davomli. Mana 3 faza shuga kiryapti. 425 alyumin kabelli. Bu yerlar bitmagan katol bo'ladi. Bu zazirlenasi bor. Zazirlena kelgan. Burada mono elektronik shitidan foydalanganmiz. Razvedka ключаtlari ham mono hammasi. CNC 3 fazali reglajeniya 3P 3 faza uzoq yoritishga razvedka konditsionerlari. Ularni qo'ymayapmiz dedi. Shu yoqib bersanglar addelgada bog'lar qiylanmasin deb yoqib berdik hozir. Mana mono brenddan foydalanganmiz. 80 ta qo'ydik. Ключатl setkilar bo'lib. Ikkinchi darsimiz mana bu yerdan shu TV'ga ham YouTube kabel tortib Wi-Fi emas, falan anaqa onlarda modemni olib kelgan. Modemni ham keyin o'rgatamiz internetga tushgandan keyin.